Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sexga kelganmiz. Sexdan video qilyapmiz. Xo'p, sizlarga mana bugun sushilkamiz qanday isitiladi, qanaqa darajaga chiqadi, shuni ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchiligi kommentda yozyapti, sushilka 100 gradusga chiqmaydi. Yana qanaqangidir kommentlar yozishyapti. Mana hozir isbotini qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana parda chiqishini qaranglar. Hozir bir 80-90-100 gradus atrofida isiydi. Parlar chiqishini qaranglar. Mana shular kech payt 10-11 da kesilib kirib ketgan g'ishlar. Ichini ham bitta ko'rsatib yuborasiz olib. Bu sushilkamizga 240 ta g'ish sig'adi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ashti avtokilarga o'xshab qatib ketgan, kechasi quyilib, kesilib kirib ketgan g'ishlar. Mana yopib qo'yamiz ustini. Hop, sushilkamiz 22 metr bo'ladi. Mana bu yoqqa obrazetsga g'ishlar olib chiqib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Razmerlari hamma yog'i birga bir cho'tki aytadi. Bunaqa razmer olib qochmaydi. Hop, endi bu yoqda avtomat reskamiz joylashgan. O avtomat reskagacha bo'lgan sushilkamiz naryoqda. Bu 4 soatlik bo'ladi. Bu 22 metrlik sushilkamiz 14 soat 15 soat turadi. Ichida 80-90-100 gradus atrofida issiqlik bo'ladi. Xo'p, mana bu avtomat reskamiz bo'ladi. Bu reska 3 xil razmerda kesib beradi. 10, 15, 20 santimetrda kesadi. Hozir 20 santimetrga qo'yib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunaqa qo'lda kesib boshqa qilinmaydi. Xo'p, mana bu ruchni qo'lda turibdi demoqchi bo'lsalar ham buni test ravishda qo'yib qo'yganmiz. Hozir avtomat reska gazabli uskunalarni ham yasayapmiz. Shuning uchun yasab rost kesib ko'rdik. Bunisi esa o'sha avtomat reskagacha bo'lgan jarayonda quritib beradigan sushkamiz bo'ladi. Buni gradusi 45-50 atrofida bo'ladi. Xo'p, gazabloylar narxiga keladigan bo'lsak, gazabloylar narxi Farg'onacha 18 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Shunday Zarkin kuridan kirganda mana yoshlar ko'rishingiz mumkin. Bu sig'maganidan tashqariga olib chiqib qo'yilgan holati. Tepasi ham, pasti ham hamma yog'i avtomat reskada. Razmerlari xudoolasa cho'tki. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.